O'ziga o'zi so'z beradigan bolalar qanaqa bo'lishadi? Bugundan boshlab hamma yomon ishlarimni tashlayman. O'zimga o'zim so'z beraman. Bunaqa bolalar har kuni ertalab o'ziga o'zi so'z beradi. Bugundan boshlab ichishda, chekishda, yomon ishlarimni hammasini yig'ishtiraman deydi. Lekin обязательно bunaqa bolalarning oldida bitta aynitib turgan do'sti bo'ladi. Chekasanmi? Yo'q, chekmayman. Yana o'zingga o'zing so'z berdingmi? Bu safar addushi so'z berdim, chekmayman rost. Qarada, lekin Bunaqa bolalarni bergan so'ziga o'zi tugul yonida do'stlari ham ishonishmaydi. Baqqol xolani oldiga borib turib, sigaret chekmayapman, xolajon, ikkita zvachka bering deb turib, sekin bahona ham qilib qo'yishadi. Axir o'ziga o'zi so'z bergan-ku, endigina magazinga kirib energetgan qo'liga oladi, o'ziga o'zi bergan va'dasi esiga tushib, bundan ham voz kechadi. Mabodo zalpalda eshigini tagidan o'tib qolsa, shunday kachoyvallarning rasmini ko'radi, o'zini qoniga qarab turib, "Yo'q, bugundan boshlab men zalga kirmasam bo'lmaydi. Addushi kiraman" deb gaplashib qo'yib, baribir kirmaydi. Baqa, ikkita chotga qis topib qo'ydim, ketdingmi? Bormayman, o'zimga o'zim so'z bergandim. Shunaqa narsalar taklif qilmanglar, tashladim. Bo'pti, o'zing bilasan, ko'rib qo'yaver u qizni. Shumikan dugonasi? Ha? Bo'pti, ertadan boshqatdan so'z beramiz, ketdik. Bu videoni mana shunaqangi so'z berib bajara olmagan do'stlarga yengil tashlab qo'yinglar. Bo'ldi, tugadi, pak.